Ey Sharafat, menga aytgan sürprizing qani? Shahardan baland etajdan uy olmoqchi edim. Qani u? Ha, nimasini aytasiz? Tugallamagan domning quruvchisi yerdayam yo'q, ko'kdayam yo'q. Xuddi shunday masala bilan fuqarolar millarga murojaat qildi. Manzil esa Jizzax shahar Toshloq mahallasi hududida joylashgan bo'lib, ushbu ko'p qavatli bitmay qolgan binoning muammolari talaygina ekanligi aytildi. Ikkita kelinim, xotinim, o'zim, ikkita o'g'lim bitta uchastkada turamiz. Mashinamni kreditga qo'yib, kredit chiqarganman. Shu uyda bitta o'g'limni chiqaray deb. Obyekt hali 5-qavatda bitilib, shu bilan to'xtaldi. Egasini topa olmayapti. Quruvchi yo'q. Qayerga ketganini ham bilmaymiz, hech kim topa olmayapti. Obyektni 22-yilda dekabr oyida bitirib beraman deb va'da bergan. Hozir men 5-qavatdan olgan bo'lsam, даже 5-qavatni 25-kvartirasini 7 ta odamga sotgan, bitta qavatda. Bitta kvartirani 7 kishiga sotgan bo'lib chiqyapti. 21 bitta xonadon, lekin 49 ta odamga sotilgan deyapti. Yana qanchasi bilgan, bilmagan, yana bilmaymiz. Gruppa ochganmiz hozir. Har 2-3 kunda bitta yangi odam qo'shilyapti. Voy, men ham to'lov qilganman, nima bo'lyapti deb. Ariza topshirganimizga 2-3 oydan oshib ketyapti. Uyni egasi yo'q. Pryuzik ham qildik, prokuraturaga ham yozdik, hech qanaqa natija ko'rmayapmiz. Ushbu ko'p qavatli uy aynan mana shu 6-qavatida qurilish ishlari 2024-yilning oktyabr oyida to'xtab qolgan. Mana shu quruq devordan boshqa hech narsa yo'q. Tomlar yopilmagan. Hop, yomg'ir kunning issiq sovug'ida nurab, hop, buzilib nurab ketyapti. Endi biz mana shunday sifatsiz uylarga qurib bitkazgan taqdirda ham sifatsiz uylarga ega bo'lamizmi? Biz ushbu masala bo'yicha quruvchini topa olmagach, bir qancha savollar bilan Jizzax shahar hokimligi mas'ullariga yuzlandik. 2018-yilda qurilishi boshlangan ko'p qavatli uy-joy hanuzgacha foydalanishga topshirilmasdan qolganligi sababli shartnoma olgan fuqarolar tomonidan sud organini xabardor etishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda sud ishi ko'rib chiqilsa, natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi. Demak, mutasaddining so'zlariga ko'ra, muammoning yechimi fuqarolar quruvchini sudga bersagina unga chora ko'rilishini boshqa tashkilotlar ta'minlashini ma'lum qildi. Millar doimgidek bu mavzuga va bu manzilga yana qaytadi. Oysha Isoqova, Feruza Murodova, Jizzaxda shunaqa gaplar.